Hammaga xayrli kun. Salom do'stlar, yana bir bor. Kecha yaqinda Instagramda ko'rib qoldim. Taksichi bola chiqib turib, "Ey taksistlar, moyini chiqarib yubordilaring bu qo'shdi" deb mana bu qo'shiqni aytgandi. Keyin aytdiki, klientlar, passajirlar, "Sizlar ham aytinglar o'chir" debdi. Men hayron qolyapman. Hozir mana yerda o'tiribman, ozroq dam olib. Не только taksi. Shaxsiy mashinasida odamlar shu qo'shiqni qo'yib yuribdi. Men o'zim shu taksichi bolada Yandeksda ishlayman. Taksichi bola vaqti bo'lmaydi. Ulanib o'tirmanglar. Umuman foizi ham, koeffitsiyenti ham baland. Umuman bo'lmaydi. Bu taksichi bolada ishlab baraka topmaysizlar deganlar yolg'on. Chunki men o'zim ishlayman, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Hozir endi demoqchimanki, men sizlarga o'zi taksistlar qo'shiqni trendga chiqaradi. Cho'tka qo'shiqni o'qib qo'ydim. Mana shu qo'shiqni qo'yinglar. Bu dünya bir kohne bozor. Bu haqiqatdan bu dunyo bir ko'hna bozor. Qani shu qo'shiqni ham bir trendga chiqarib qo'yib, bu ham sun'iy intellekt, bu ham sun'iy intellekt. Gazini bosamiz. Hammaga rahmat.